Bugungi kunda eng ko'p sotilayotgan avtomobil qaysi? Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi kunda eng ko'p sotilayotgan avtomobillarimiz GAC Aion i60 modeli bo'ladi. Buni 3 xil versiyasi bizda sotuvda mavjud. Ko'rib turganingizdek, ranglari qora salon bor, kofe salon bor, oq kuzov bor, qora kuzov bor. Bunda sotuvda mavjud bo'lgan GAC Aion avtomobillarimizni birma-bir sizlar bilan tanishtirib chiqaman. Ushbu avtomobilimiz oq kuzovda, hamma saloni bor, qorasi ham bor, kofesi ham bor. To'liq zaryad bilan elektrda 650 km masofani bosib o'tadi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan 19 diskada qoldi ko'rinishi. Xuddi shu avtomobilimizdan qora kuzovi bor. Bu avtomobilimiz ikki xil siklda harakatlanadi, ya'ni gibrid rejimida ishlaydi. Benzinda ham, tokda ham yurishingiz mumkin. Tokda 160 km masofani bosib o'tadi. Benzinda ham yuradi. Bu avtomobilimiz ham 2026-yilda ishlab chiqarilgan 19 diskada. Xuddi shu GAC Aion firmasidan to'liq elektrda 530 km masofani bosib o'tadiganimiz bor. Oq kuzovda, kofe salon.